Obunachilar assalomu alaykum. Charchagan sizlar mana So'g'onadan bitta sizlarga bir yana life hack tushunarli bitta narsa ko'rsatib o'tmoqchi edik. Bitta yig'ilish jarayonlari, tuzatish jarayonlari. Shagird o'sha. Mana qaranglar. Mana bu miya, kabinalining miyasi yaxshilab chuvib olinglar. Mana bunaqa rechakinglar ishlamay qoladi. Oldinga olsa orqaga, orqaga olsa oldinga. Bir xillaniki oldiga yurmay qoladi, bir xillaniki orqaga yurmay qoladi. Mana ko'ryapsizlar, ichida kichkina datchiklar bor mana. Bular ishlamayotgan tekshirish imkoni bor. Mana bunaqa bir xillarda mana bunaqa bo'ladi. Ishlamayotgan tekshirish iloji bor. Orqaga miyani oldiga o'tasizlar. Mana bu gaz ruchkaniki. Bunga tegmaysizlar, gaz ruchkaniki. Orqasida yana xuddi shunga o'xshagan ikkita steker bor. İşte steker. Bittasi skoroskga javob beradi, bittasi oldi orqaga javob beradi. Mana shu stekerni chiqarasizlar-da, chiqarib turib mana bunaqa kichkina simov olasizlar, yana tekshirib ko'rasizlar. Mana orqaga, bunisi oldiga. Chiqarib turib tekshirasizlar. Orqa oldiga yurishi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, keyin rechakni ko'rasizlar. Ungacha ko'rishingiz shart emas. Asosan mana shu rechak manba tilchasidan ketib qoladi yoki-da mana manba anaqasidan ketib qoladi. Shunga qarab ish qilaverasizlar. Shunga tushuncha berib qo'ydim. Rahmat. Like, podpiskani ayamasdan bosaverasizlar.